Ferma eshiklari uchun atvetkalarni juda ham a'lo sifatdagilari keldi. Nima uchun a'lo sifat? Chunki bular usti sink materiallardan tayyorlangan va o'rtalari esa nerjavikadan tayyorlangan. Chunki boshqa mahsulotdan bo'lishi mumkin ham emas. Chunki bular zanglamasligi kerak. Zanglashni oldini olish maqsadida nerjavikalardan foydalanilgan va undan tashqari yana bitta plus tarafi, e'tibor bergan bo'lsangiz, har bitta atvetkalarni, ya'ni sifatsiz atvetkalarni hammasini mana shu tilkiradigan joylari chizilib ketgan bo'ladi. Uni kraskalab bo'lmasa, to'g'rilab bo'lmasa, shuning uchun nerjavikadan foydalanilgan, bular uncha-munchaga chizilmaydi, deyarli chizilmaydi va sizga a'lo sifatda ishlab beradi. Va uskularni ustini ham bemalol regirovka qilish imkoniyatiga egasiz. Ya'ni qotirib bo'lgandan keyin nobog'da ishi rezinkasiga yupqa, qalin bo'lib qolishi mumkin. Yechib yana qaytadan qotirib o'tirmaysiz ovora bo'lib. Va yana bitta plus tarafi, yon taraflari avalniy qilib ishlangan. Ya'ni til kelib urilgan vaqtda buni urib qayirib bormaydi, yengil yonidan aylanib o'tib ketishini ta'minlab beradi. Ya'ni qarshilikka juda ham chidamli. Bir so'z bilan aytganda idealniy desak ham bo'ladi. Ayniqsa narxi 85 ming so'mlik sifatda mana shunday 30 ming so'mlik Odisher brendi ostida ishlab chiqarilayotgan atvetkalardan olishingiz mumkin. Narx ham, sifat ham juda ham a'lo darajada.